Fikrlaringizni bilaylik endi. Nima taassurotga ega bo'ldingiz, xudo xolasa? Kamchilik bo'lmadimi? Biz tomondan kamchilik bo'lgan bo'lsa aytsangiz, bir biz hozir tanib ketdik, topiladi muomalasiga. Ba'zan ekomiz yaxshi chiqib qoldingmi bilmadim. necha yillik shopirsiz? 40 yillik 40 yillik shopirsiz. Gap yo'q. Qanaqa mashina haydagan savol? Mashina turidan minganman. Turdan. Bu bo'ydan mingansiz. Ha, qolmagan, bilmagan mashinalar. Bitta qolgan ekan, buni olyapsiz, xudo xolasa. O'zbekiston bozorida Xitoy brendlarining kirib kelganini o'zbek xalqiga foydasi bor desam ko'pchilik ishonmaydi-da. Nimaga? Kerak bo'lsa shapka to'lab turib mashina olganlar bilamiz-da. Siz ham bilasiz bu narsani, men ham bilaman. O'sha paytda shunaqa holatda olingan. Mana siz endi hozir kelyapsiz, mashina olyapsiz. Biz sizga bonus beryapmiz aka. Biz sizga shapka beryapmiz. Nima degan gap bu? Yangidaqa shapka berish yo'q. Mana zamonimizga shukur, mana prezidentimiz shuncha nimalar tashkillash. Imkoniyat bu. Imkoniyat zo'r. 10 talab mashina mol sotib, 10 ta 12 ta mol sotib, Rossiyadan eski Moskva olib kelgan. Zamonda qarang, hozirgi zamonda. Hozir mana kengchilik. Negativ yozadiganlar bor shunga. Lekin bu imkoniyat, xalqqa berilgan imkoniyat. Misol, mashina narxlari oldinga nisbatan tushdi. Skidka qilib turib 18,5 mingdan sotgan. Shu oxirgi partiyalar 19,5 sotilgan. Sababi O'zbekistonga kirmaydigan bo'lgan hisobiga shunaqa narxdan sotilgan. Lekin mana hozir 17,5 ming dollar, 215 ming 460 ming so'm narxi. Men sizga bir so'mlik berganim yo'qmi? Kelishib bir video qilganim yo'qmi? Joningiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'linglar. Charchamang, xudo xolasa xayli barakali qilsin. Rahmat. Xo'p, yaxshi.